Kirish. Qur'on va astronomiya nima uchun ahamiyatli? Astronomiya nima? Astronomiya bu osmon jismlari, yulduzlar, sayyoralar, quyosh, oy, galaktikalar va boshqalarni, ularning harakati va tuzilishi va rivojlanishini o'rganuvchi fan. Bu fan orqali inson koinotning tuzilishini, yerning joylashuvini va Alloh yaratgan buyuk tartibni biladi. Qur'on astronomiyani qanday eslatadi? Qur'onda juda ko'p oyatlar osmonlar, quyosh, oy, yulduzlar, kecha va kunduz haqida so'z yuritadi. Masalan, u kunduzi quyoshni yorug'lik, tunda oyni nur qilib yaratgan zotdir. Yunus surasi 5-oyat. Bu oyat astronomik haqiqatni bildiradi. Quyosh o'zi yorug'lik taratadi, oy esa uni aks ettiradi. Bu ilmiy jihatdan haqiqatdir. Qur'on ilmiy kitob emas, ammo ilmlarga ishora qiladi. Qur'on astronomiya darsligi emas, lekin unda tafakkur qiluvchi insonlar uchun oyatlar bor. Ya'ni Alloh insonni koinot ustida fikr yuritishga chaqiradi. Albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzning almashinishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Oli Imron surasi 190-oyat. Nega bu darslarni o'rganamiz? Qur'on va ilm o'rtasidagi uyg'unlikni tushunish uchun, Alloh yaratgan tartibni anglash orqali iymonni mustahkamlash uchun, yoshlar va ilmiy tafakkurga ega bo'lgan musulmonlar uchun